Abdominoplastika ham bariatrический operatsiyani bir turimi? Demak, abdominoplastika bu alohida operatsiya hisoblanadi. Bariatrik operatsiya bu alohida operatsiya hisoblanadi. Demak, har bittasini o'zining vazifasi bor. Bariatrik operatsiyalar biri oshqozon sleeve rezeksiyasi, gastroshuntирование operatsiyasi va interpozitsiya operatsiyalari bariatrik operatsiyaga kiradi. Bu operatsiyalarning asosiy mohiyati shundaki, ortiqcha vazndagi bemorlarni, ya'ni indeks massa telasi, ya'ni 30 dan baland bo'lgan bemorlarni ozdirish maqsadida qilinadi. Birinchisi, ikkinchisi qandli diabet uchun ham bajariladi bu operatsiyalar. Oshqozon rezeksiyasi aslida masalan morbid semizlik bilan bemorlarda ozdirishning asosiy mohiyati bu oshqozon kichraytirish orqali hech qanday tan jarohati yetkazmasdan kichkina teshiklar orqali oshqozon rezeksiyasini amaliyotini beradi. Ya'ni bu yerda oshqozonni 70%, 80%gacha olib tashlanadi, kesib olib tashlanadi. Buning natijasida bemorda lipoliz jarayoni, ya'ni yog'larni erish jarayoni ketadi. Buni xalq tilida tushuntirganda va bemor sekinlik astalik bilan vazn yo'qotishni boshlaydi. Endi abdominoplastika keladigan bo'lsak, hozir juda ko'pchilik to'liq ma'lumotga ega bo'lmagan mana hozir jurnalistlarimiz, blogerlarimiz oshqozon rezeksiyasi deb ko'p tarqatishyapti. Lekin oshqozon rezeksiyasi emas bu bemorlar, masalan, juda taniqli bo'lgan Halima ko'pchilik tanigan, hozir yana bitta blogerimiz abdominoplastika bo'lgan. Bu operatsiyalar asosan shu qorindagi yog'larni olib tashlash operatsiyasini o'tkazib, ko'pchiligi nogironlik darajasiga bosib qolgan va ko'pchilik holatlarda o'lim bilan tugagan. Abdominoplastikada demak qorinni pastki qismidan juda katta razrez qilinadi, kesiladi va ma'lum bir miqdorda yog' olib tashlanadi. Yog' so'riladi. Odatda operatsiyada 5 kilodan 10 kilogacha yog' maxsus apparatlar yordamida, so'rg'ichlar yordamida yog'lar so'rib olib tashlanadi va qorinning pastki qismidagi osilib turgan yog' qatlami kesib olib tashlanadi. Demak, bu abdominoplastika operatsiyasi deyiladi. Abdominoplastika operatsiyasi bir vaqtni o'zida 10 kilodan 20 kilogacha vesgacha bo'lgan yog'ni olib tashlash imkoniyatini beradi. Oshqozon rezeksiyasi esa bu umuman boshqa operatsiya va boshqa turdagi narsa. Buni adashtirmasligini men yaxshilab tushunib, o'qib, bilib olishlarini so'radim jurnalistlardan, blogerlardan va boshqasidan. Chunki hozirgi kunda mana hozir bloglarda ko'ryapmiz, oshqozon rezeksiyasi qildirib, mana bunaqa bo'pti, kimdir cho'q tashlabdi, kimdir bundoq qilgan deyapti. Lekin bu ko'p aksariyat kelib chiqqan muammolar, bular hammasi abdominoplastikada, ya'ni qorindagi yog'larni kestirishdan kelib chiqayotgan muammo hisoblanadi. Biz u operatsiyalarga bizning klinikada deyarli bajarilmaydi. Bu operatsiyalar, biz bu operatsiyalarga biroz qarshi tomonlarimiz ham bor. O'shaning uchun biz ko'proq metabolik, qandli diabet va semizlikda ishlatiladigan va bariatrik operatsiyalar qilamiz.